Biz bugün dini alim, cihad yetekçisi, cemaat erbabı, vatansuvar Abdülhamid Damullan bilan tanışıp çıkımız. Abdülhamid Damullan 1895-yili Qarqash nahiyəsinin Tənkash kentida dunyoga keladi. Abdülhamid Damullan kichik vaqtini mahallesida o'qig'ach, qo'y beqish, etizariq ishlari bilan o'tkazadi. Keyin Qashqarga o'qishga berib, milodiya 1932-yili Qashqar xalq madrasasida o'qish bitirib, Damullan degan unvoni bilan Xotanga qaytib keladi. Bu vaqtda 1932-yili 2-oyning 20-kuni Muhammad Amin Bug'ra rahbarligida tajovuzchi Xitoyga qarshi Qarqashda milliy ozodlik jihodi qo'zg'alib, kundan-kunga kuchayotgan vaqti edi. Abdülhamid Damullan savaqdoshlari Samad Damullan va Boqiy Damullanlar bilan birlikda mustaqillik jihad harakatiga askar bo'lib qatnashadi. U 1934-yili Sharqiy Turkiston jihodi mag'lub bo'lgandan keyin Xotanga qaytib kelib, mahallasidagi madrasada mudarrislik qiladi. 1949-yili Abdülhamid Damullan inisi Muhammad Damullan va Xotanning loyiqidan Tursun Damullanlar bilan birlikda kishilarni boshlab shu davrdagi mashhur Ishon Ayyub Qaraxonimning Yakandagi Xandi madrasasiga boradi. Abdülhamid Damullan qarmoqqa Ayyub Qaraxonimdan dars alganda ko'rinib, amaliyotda bu mashhur Ishon Ayyub Qaraxonim bilan Sharqiy Turkiston zaminini besib kelayotgan Xitoy armiyasiga qarshi turishni planlashadi. Agar bu plan amalga oshmasa, Muhammad Amin Hazrat chet elda Abdülhamid Damullan vatan ichida fursat kutib turish haqida maslahatlashib, 10-oyda Xotanga qaytib keladi. Abdülhamid Damullan Yakandagi mezgilida Ayyub Qaraxonimning madrasasida Urumchi, Aqsu, Turpan va Qashqar qatorliq shaharlardan kelgan fikrdoshlar bilan tuzgan planga asosan 1950-yildan boshlab qo'shinni ko'paytirish maqsadida murid to'plashni boshlaydi. Ilgari kin bo'lib Xotan, Lob, Qarqash, Guma qatorliq joylardan 15 mingdan ko'proq murid to'planadi. Bulardan boshqa Chira, Kariya, Niya qatorliq nahiyalarda 7 tashkilot qurib, ularga ayrim mas'ul tayinlaydi. Abdülhamid Damullan 1952-yili intayin maxfiy holda bir yig'in ochib, bu yig'inga Purchaqchidan Maqsud Damullan, Kuchidan Barat Damullan, Urchidan Qurban Talpa qatorliq 28 kishi qatnashadi. Bu yig'inda Abdülhamid Damullan o'zining Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyatini qaytadan qurib chiqish muddaosini o'tirg'a qo'ydi. Yig'inga qatnashuvchilar birdek Abdülhamid Damullanning bu muddaosini jeni meli bilan qo'llab-quvvatlaydiganligini bildirdi. Abdülhamid Damullan diniy olim, jamoat arbobi bo'lish sifati bilan 1953-yili 9-oyda xalq vakili bo'lib, Urumchiga berib Xitoyning ochgan qurultayiga qatnashadi. U bu fursatdan foydalanib yig'inda uchrashgan va yangi tanishgan vakillar bilan ma'lum masalalarda fikr birligiga keladi. Bir mezgildan keyin Abdülhamid Damullanning Urumchida fikrlashgan ishlari oshkorlanib qilib, nazorat qilinishga boshlaydi. Milodiya 1954-yili 5-oyda tashkilotning qo'lliq a'zolari bilan yoshirin holda Islom hukumati ittifoqiy komitetini qurib chiqadi. Abdülhamid Damullan 12-oyning 11-kuni Xotan nahiyasining Sho'rbaq yezisida o'zi boshchilik qilib Islom hukumati ittifoqiy komitetining yig'inini ochdi. Bu yig'in 3 kun davomlashdi. Yig'inda Islom davlati qurish qarori ma'qullanib, g'azot orqali Islom davlati qurish loyihasi bekitildi. Abdülhamid Damullan Islom hukumati ittifoqiy komitetining raisligiga, qo'shimcha harbiy nazoratning nozirligini ustiga oldi. Fathiddin Maqsum harbiy nazoratning muavin nozirligiga, qo'shimcha bosh kotibligiga tayinlanadi. Yig'indagi 11 kishi tashqi ishlar nazorati qatorliq 11 nazoratning nozirligiga tayinlanadi. Bular aslida 1955-yili bahor bayrami harbi oqshimi qo'zg'alib, Xotandagi mujohidlar Sho'ba harbiy rayoniga, Qarqashdagi mujohidlar 47-polkining 2-rotasiga birla vaqtda hujum qilib, Xotanni ozod qilmoqchi bo'ldi. 1954-yili 12-oyning 27 yoki 28-kuni Fathiddin Maqsum boshchiligidagi 200 dan ko'proq mujohidlar kaltak, to'qmoq qatorliq qurollar bilan tayyorlanadi. Ammo bu plan 12-oyning 31-kuni dushman tarafidan sezilib qolib, bu ahvoldan xabar topgan Abdülhamid Damullan darhol harakat qilib Islom hukumati ittifoqiy komitetining jiddiy yig'inini ochib, yig'inda navbatdagi vaziyat haqida muzokara olib boradi. Muzokarada Fathiddin Maqsum dushman qo'l silishdan burun vaqtni ilgari surib darhol harakatga o'tayli deb fikr beradi. Abdülhamid Damullan bu fikrga qo'shilib, qo'zg'algan vaqtini, ya'ni shu kuni 1954-yili 12-oyning 31-kuni kech vaqt qilib bekitdi. Abdülhamid Damullan bilan Fathiddin Maqsumning atrofiga Qarqashning Yava, Qarsay, Purchaqchi, Qo'ychi, Tuvan, Xotanning Xonariq, To'salla, Layqa qatorliq joylardan 300 dan ko'proq fidoilar tashkillangan edi. Abdülhamid Damullan Xotanning nahiya bozori, Niya, Qog'iliq, Yakan, Qashqar qatorliq nahiya shaharlarga maxsus odam avatidi va kaltak cho'moqlar bilan qurollangan inqilobchilarga o'zi rahbarlik qilib, belgilangan vaqtda Otchuy turmasiga bostirib boradi. Zamonaviy qurollangan Xitoy askarlariga hujum qilib, mujohidlar askar boshliqlaridan biri yetakchi, bir 15 va 7 askarni o'ldirib, qisman qurolga ega bo'ladi. Turma
darvozasini chekib kirib, turmadagi mahbuslarga "Sizlar ozod bo'ldinglar, bizga qo'shilsanglarmi yoki uyinglarga qaytib ketsanglarmi bo'ladi" deydi. Shuning bilan turmadagi mazlum xalq degudak hammasi jangga o'zini ataydi. Dal bu vaqtda Xitoyning yordamga avatgan askarlari yetib keladi. Abdulhamid Damullam boshchiligidagi mujohidlar dushmandan g'animat olgan bir qancha qurolga tayinib, toki sahar vaqtigacha boturlik bilan urush qiladi. Qo'ychi yezisidan Muhammad Niyaz qatorliq inqilob yetakchilari shahid bo'ladi. Ko'plagan mujohidlar yaralanadi. 42 mujohid asirga tushadi. Abdulhamid Damullam Xitoy askarlarining qo'rshovidan bosib chiqib, Ko'llak kentidagi So'pi Qosim Axunning uyida yushirinadi. Xitoy tajovuzchilari inqilob rahbari Abdulhamid Damullamni tutqun qilish uchun nihoyat qattiq tekshirish olib boradi. Abdulhamid Damullam oshkorlanib qilishdan ansirab Tankash kentidagi Rajab Axunning uyiga kelib panohlanadi. Rajab Axun uni yushirish uchun ig'ilga gami qo'lab, ustini taxtay bilan yepib, o'qir yasab, gamining ishkini o'qirning ostiga to'g'irlaydi. Abdulhamid Damullam shunday qilib 4 yil bo'yicha yer ostida yashashga majbur bo'ladi. Abdulhamid Damullam zehni ochiq, irodalik, umidvor bir diniy olim bo'lib, bu jarayonda qilchi umidsizlanmay Sharqiy Turkiston davlatini Xitoy mustamlikasidan qutuldirish uchun tinim topmay kurash qiladi. U ashu gami ichida turib 1956-yili 5-oyning 4-kuni Lobluq Abduqodir Qori bilan Chiriliq Abaydulla Qori rahbarligida 1957-yili 4-oyning 17-kuni Xalchixon rahbarligida elib berilgan ko'p qatimliq inqilobga rahbarlik qiladi. Shuning uchun bu tarixda Xotan inqilobi deb ataladi. 1954-yili 12-oyning 31-kuni Abdulhamid Damullam rahbarligida elib berilgan bu inqilob 1949-yili Sharqiy Turkiston ishg'ol qilingandan keyingi birinchi qadamliq jihodiy harakatdir. Xitoylar Abdulhamid Damullamni 4 yil bo'yicha qattiq izlab 1959-yilning 5-ida Rajab Axunni tutqun qilib, uni qattiq qiyin qistoqqa oladi va uni 4 oy Qarqash nahiyalik siyosiy maktabdagi kursda Abdulhamid Damullamning yushiringan yerini oshkorlashga majbur qiladi. Natijada necha yuz Xitoy askarlari bilan Qizil bayroq yezisining boshlig'i qatorliqlar Abdulhamid Damullamni yushiringan yeridan tutib chiqib turmaga tashlaydi. Xitoylar Abdulhamid Damullamni turmada yil bo'yicha inson qalbidan chiqqan vahshiylik bilan qiynagan bo'lsa-mu, uni bosh egdirolmaydi va Sharqiy Turkiston mustaqillik davosidan voz kechtirolmaydi. Diniy olim, jihad yetakchisi, jamoat arbobi Abdulhamid Damullam Xitoylar tarafidan o'lim jazosiga hukm qilindi. Marhum Abdulhamid Damullam 1962-yili 4-oyning 1-kuni yakshanba minglagan xalq oldida Xitoy tajovuzchilari tarafidan o'q etilib shahid qilindi.